Yaponiyada hozirgi kunda eng katta 3 ta tanqislikni bittasi guruch. Shu 2 kilo guruchni 190 ming so'mga sotib oldim. Yaponlar har kuni guruch yeyishganiga narxlarni birdaniga ko'tarilib ketganda hamma norozi. U ham yetmagandek bitta oila bir pachkadan ortiq xarid qilmasin degan cheklov ham qo'yildi. Ikkinchi eng jiddiy tanqislik bu tug'ilish. Ya'ni Yaponiyada tug'ilish rekord darajasida kamayib ketgan. Bugungi kunda farzandli oilalardan ko'ra uy hayvoni boqadiganlar ko'proq va bu muammoning asosiy sabablaridan biri Yaponiyada farzand katta qilish juda qimmat. Bir bola voyaga yetguncha taxminan 130 ming dollar atrofida kerak bo'lar ekan. Ko'pchilik yaponlar buncha xarajat qilgandan ko'ra yolg'iz yashab o'tganim yaxshiroq deb oila ham qurishmayapti. Lekin shaxsan meni Yaponiyadagi 3-chi tanqislik ko'proq xafa qiladi. Bu matcha yetishmovchiligi. Bilasizlar, Yaponiyaning oliy navli matchasini daladan qadoqlatib, to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonga yetkazib beraman. Matchalarimiz juda tez sotuvda tugab qolyapti. Yaponiyada daladan olishni esa endi juda ham uzoq kutish kerak. Shu sababli Yaponiyaning eng sifatli kosmetika, vitamin va yuz parvarish mahsulotlarini ham yuborishni boshladim. Qisqa vaqtda buyurtmalar soni ortib, mijozlarga yanada qulaylik yaratish uchun endi bestsellerlarimiz v наличии Toshkentda bo'ladi va O'zbekiston bo'ylab yanada tez yetkazib beramiz.